Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bizning kuzatib borayotgan hamyurtlarimiz YouTube'da, Instagram, Telegram, WhatsApp orqali bizning kuzatib borayotgan hamyurtlarim hamma istoriyalarimizni ko'rib, like'larni bosib, bizning rekomendatsiya chiqarishga yordam berib turibdilar. Xudo xolasa biza Xorazm viloyati Urganch tumanidan Pro Mebel House korxonasi biza mebelni 10 yildan mana ishlab chiqarishda davom etib turibmiz. Xudo xolasa Urganchda, Xorazmdagi yangilik, yangisi yana. Narxlarga keladigan bo'lsak, pogonli metri 2 150 ming so'm. Materiallarimiz premium variantda bo'ladi. Ruchkasini tortish stolcha, stoldan plyuslari, akrillari, korpusdan ishlatilgan narsalari, tortmalari, quloblari, noshkalari, hamma narsasi premium variantda narsamiz bo'ladi. Mana moykamiz yana bir vaqtlari 51lik moykaning nikel bo'ladi. Bu xudo xolasa umuman qimmat, sifat ham yaxshi. Shumkalar qilib ishlangan xudo xolasa zo'r. Metrdan keladigan bo'lsak, bu yerni 386 sm. Shuning uchun shunday bir dalaslik bo'ldi ilojsizlikdan. Agar sizning yuz boshqacha bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa boshqacha dizaynlarni chizib ham beramiz. Yana bu yerimizda keladigan bo'lsak, yana tumishkasi bor. Sushika qo'yishni xohlamadi klientimiz, shuning uchun sushika qo'yilmadi. Bon tarafimizda bino tumishkasi bor. Past tarafidagi tumishkalar keng e'tibor qiladigan bo'lsangiz, ichon tarafidan mokli materialni ishlab berganmiz. Mana tortmalarimiz ham kengina. Silliqqina tortib ketadi, sesini. Silliqqina tortadi. Ishlar ochilib yotmaydi hech qachon. Ochdingiz, beklaysiz, vakuum tortib ketadi. Ochasiz, beklaysiz. Bu yer moykani endi shunday narsa bor ekan. Qo'limni o'zgartirmayman desam, hech kim o'zgartirmadi. Shuning uchun qoldi juda shu kescha to'g'ri keldi. Bu narsani kesmaslik kerak. Kesganimiz uchun ham yana 21 sm hali ham qoldi. Eğer 21 santimdan kam bo'lganda sinor edi bu yer. Yana bilmadim lekin. Nega ishlar qilmaslik kerak? Обязательно ustoz aytganini yetib o'zgartirib borganimiz yaxshi. Yana shuning bo'lib chiqqan bajimiz, tak. Akrillarimizga keladigan bo'lsak, premium variantdagi akrillarimiz Mokli asfalt desakdim zo'r bo'ladi. Mokli emas, yana asl mokli namrangini. Bu bitta qarashnirak. Ruchkalarimiz ham bejirim qilib qo'yib berganmiz, qop-qora. Stollarimiz ham glyansiy bo'ladi, odam eksik aytadi, savodi. Akrillarimiz ham shunday. Bu narsaning narxini olsa, yana bir marta aytib o'taman, narxni olsa aytadigan bo'lsam, 1 metri 2 150 ming so'm. Xorazm Urganch territoriyasida yashaydigan insonlar bemalol bizdan xarid qilsa bo'ladi. Yangisi yana xudo xolasa premium variantdagi materialdan ishlangan mebellarimiz aksiyaga tushdi. Endi boranda yangi yilda ham o'tirmaymiz. Undan keyingi bayramda ham o'tirmaymiz. Navro'z shaklini 7 yilda aksiyamiz xudo xolasa. Navro'zda yangi senalar bilan keyin bizga qarshi olasizlar. Undan beri ko'p qimmatlab ketmaydi. Lekin bu narsani aslo aytishim kerak. 2 500 ming, 2 550, 2 600 ming so'mdan ishlashimiz kerak bizga qo'yajda. Lekin biz hozir 1-2 mebel ishlab yurganimizdan ko'ra 10-15, 20-30 mebel zakaz olishni xohlagan holda narxlarni tushirib 2 150 ming so'm qilib qo'yganmiz. Bemalol aloqa chiqarsangiz bo'ladi. Telefon nomerini pastda qoldiramiz. Videoni ko'p cho'zib bermaslikka harakat qildim. Xudo xolasa podrobni tushuntirib berdim deya umiddaman. Pastni glubinasidan keladigan bo'lsak, 45 sm bo'ladi. Ichon tarafdagi keri, bu yerning balandligi 85 sm bo'ladi. Stolimiz kaloni 2,5 sm bo'ladi. Keyin tepasidan keladigan bo'lsak, buni balandligi 70 sm, glubinasi 30 sm bo'ladi. Dovchik mexanizmi bilan quloqlar qo'yilgan bo'ladi. Tortimiz ham dovchik qo'yilgan bo'ladi. Stolimizning enini 60 sm bo'ladi standart. Bemalol shu narsani tushunib olgan bo'lsangiz, telefon nomeringizni pastda qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqmasa bo'ladi. Buyurtma qabul qilaveramiz.